Xolos, shunday qilib ishlarimizni o'rnatmaganimizdan keyin hop o'rtasidan 17 qotiriladi motorga. Yoki yonidan motorni valni qisib qo'ygani ikkita 13lik qatiriladi. Xolos, shunday qilib qatirib bo'lingandan keyin bularni yurgizib balansировка qilinadi. Balansировка qilish hop ustiga yengil tomoniga og'irroq qilib qo'shiladi. Bu yoq tomoni yengil, bu yoq tomoni og'ir. Xuddi shunday qilinadi. Xudo xolasa hozir qator yurgizib ham ko'rsatamiz. Bularimiz o'chgan. Shunday qilib, xudo xolasa balansировкаlarni chiqarib tekshirib ko'rinadi ishlarimiz. Balansировкasi yaxshi bo'lgandan keyin xudo xolasa tashqariga keyin shunday qilib chiqaramiz. Dastlabkilarimiz O'zbekiston bo'ylab bor bemalol aloqa qilsa ham bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Xo'p, endi qolgan jarayonlari nima deydi? Endi orqalariga shit o'rnatamiz. To'y ko'rsatadigan alohida yana datchik qo'yamiz. Avtomat zashita qo'yamiz. Tayda o'zida to'y ko'rsatadiganimiz bor-ku, baribir. Bu yoqda ko'rishga to'pniroq qilib, bu yoqga bittadan to'k datchik qo'yamiz. Ishlayotgan mahalda buni tagiga egilib qaralmaydi-da, bu yerda o'zidan ko'rilaveradi. Materiallarimiz qanaqanchalik turbaga bo'ladi, xudo xolasa. O'zimizni xavfsizligimiz uchun, chunki оборот katta bo'ladi, bularda 3,5 оборот, 6,5 kilolik motorlarimiz, xudo xolasa. Kimga shunaqa universitetlar olganingiz kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa, ishlaringizni foyda qilib yetkazib beramiz. Bu ne derttir, ne musibet, ne beladır çekirem. Üzülür ümidlerim, tek ecele göz dikirem. Bizim eşk bahçamızın gülleri saldı ebedi. Açmayır gözlerim. Assalomu alaykum. Endi YouTube kanalimizda kuzatib turganingiz bo'lsin. Xudo xolasa, to'g'ri keladi to'g'ri. Misatmotgaligimiz ishlash jarayoni. Görüşler mümkün. Doğal olarak bu çalışlarımız kazanıyor. 175, 180, 165 atrofida ishlab turibdi. Bemalol. Mana to'xtalishlar bo'lgan yo'q. Xo'p, hozir 3 ta bir to'kkizib oldik. Xudo xolasa ishlashlaringiz juda zo'r. Bemalol kimga zarar bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar. Pastga nomerlarimizni yozib qoldiramiz.